Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, biz 3D printer orqali Sumo robot chizmasini chizib chiqarib ko'rgan edik. Mana oldingizda turibdi. Endi mana shu chizmadan siz ham foydalanishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Google dan 3D Cool saytiga kiramiz. STL fayl deb yozganimizda 3D Cool sayti chiqib keladi. Mana 3D Cool saytiga kiramiz. Saytga kirganimizda qidiruv qismiga yozamiz. Sumo robot. Sumo robot deb yozib qidirganimizda bizga kerakli sumo robotlar qatorini chiqarib beradi. Bu yerda pullilari ham bor, tekinlari ham bor. Ko'radigan bo'lsangiz, mana yam-yashil rangda bizni sumoyimiz chizmasi tayyor. Mana o'ngdan chapdan olingan rasmlari, mana tepadan, pastki qismidan va yon tomondan olingan chizmalari. Mana 3D modelini o'ngdan chapdan qilib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p. Endi sketchat qismiga bosadigan bo'lsangiz, tayyor bizni chizmamizni yuklab olib, o'zingizni robotlaringiz sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz yangi chizmalar chiqarishda davom etamiz. Videoga like bosib, tanishlaringizga yuborib qo'ying.